O'sha Shahrizoda sen o'ylagandek farishta qiz emas. Uyinggacha olib kelib bemalol yashashga qo'yib beribsan. U hattoki seni eringni boshini aylantirgan. Bu gapingga qo'shilaman. Erimga ozgina ko'z suzayotgani uchun uyimdan chiqarib yubordim. Bu tomonlama bilaman. Sen meni tushunmayapsan umuman. Men kechagi yoki yaqindagi gaplarni aytmayapman. Ering ancha oldin Samarqandga borgandi. Esingdami? Ish bilan. Xo'sh, unga ancha bo'lgan. To'yimizdan keyin edi. Yasha. O'sha sen ishongan ering Samarqandga borganida restoranda Shahrizoda bilan tanishib, ko'z urishtirib, mehmonxonagacha birga kirib ketgan. Tunni birga o'tkazgan ular. Sen jinnimisan? Gapingni o'ylab gapir. Erimga tuhmat qilma.